Yosh avlodni san'atga oshno etish, ularning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarish va sahna madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan muhim loyiha Turon maktab teatri tanlovining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan mazkur tanlov Termiz shahridagi San'at saroyida yuqori saviyada o'tkazildi. Jarayonlar bilan muxbirimiz tanishtirib o'tadi. Mazkur tanlov yoshlarning ijodiy qobiliyatlarini namoyon etish, ularning nutq ravonligi, sahna madaniyati va aktyorlik mahoratini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Eng muhimi, bu kabi tashabbuslar o'quvchilar qalbida san'atga bo'lgan muhabbatni kuchaytirib, ularni erkin fikrlash va jamoada ishlash ruhida tarbiyalashi bilan ahamiyatlidir. Tanlovda viloyatning turli hududlaridan tashrif buyurgan jami 15 ta jamoa ishtirok etdi. Har bir jamoa o'z maktab hayoti, yutuqlari va ijodiy qarashlarini sahna orqali ifoda etib, tomoshabinlar e'tiborini qozondi. Sen uyga ketasan, do'stim, o'ylab ko'rasanmi? Uyga qaytasan. Ota-onang uyga qaytasan. Ishtirokchilar asosiy 2 shart bo'yicha baholandilar. Birinchi shart: bizning maktab yo'nalishida jamoalar o'z ta'lim maskanining hayoti va yutuqlarini sahna ko'rinishida namoyish etishgan bo'lsa, ikkinchi shart teatr ibratxona sharti esa tarbiyaviy ahamiyatga ega sahna asarlarini ijro etishni nazarda tutdi. Tanlov davomida o'quvchilar milliy va jahon adabiyotining sara namunalariga murojaat qilib, badiiy talqin va sahna yechimlarida o'ziga xos yondashuvni namoyon etdi. Har bir chiqish puxta tayyorgarlik, ijodiy izlanish va yuqori sahna madaniyati bilan ajralib turdi. Bugun viloyat bosqichida ishtirok etayotganimizdan juda ham xursandmiz. Bizning jamoa 8 nafar ishtirokchi emas, balki sahnani sevadigan, bir-birini tushunadigan yagona bir jamoa. Qahramonlarimiz orqali o'z hissiyotlarimizni tomoshabinlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Turon teatri shakllangandan so'ng bizda ko'plab iste'dodlar ochila boshladi. Sahnada jamlangan iste'dodlar nafaqat tomoshabinlar, balki hakamlar hay'ati e'tirofiga ham sazovor bo'ldi. Ishtirokchilarning chiqishlari xalqimizning taniqli san'atkorlari tomonidan baholab borildi. Har bir farzandimiz, o'g'il qizlarimizni g'olib bo'lishini juda ham istaymiz. Lekin kimdir birinchi o'rin, kimdir ikkinchi, kimdir uchinchi o'rin olishi bu tabiiy hol. Qatnashgan o'g'il qizlarimizni mahoratiga qaradik, sahna nutqiga qaradik, sahna madaniyatiga qaradik, liboslariga qaradik. Har bir narsaga o'sha nizomda yozilgani bo'yicha yaxshi baholarni qo'yishga harakat qildik. O'quvchi bolalarimiz mualliflik ishlarini bizga taqdim etishdi. Bu alohida e'tiborga loyiq, chunki o'zlarini yuraklarni jizillatgan, qalblarini og'ritayotgan, o'sha atrof muhit, dunyodagi bo'layotgan voqealarni maktab o'quvchisi sifatida his etib, uni yozyapti. Ko'ryapsizmi? Yozib, uni sahnaga sahnalashtiryapti. Tanlovda qatnashtiryapti. Bu katta narsa. Hammaga omad yor bo'lsin. Qizg'in va murosasiz kechgan bellashuvlar yakunida g'oliblar aniqlandi. Birinchi o'rin Boysun tumanining Turon yulduzlari jamoasiga nasib etdi. Ikkinchi o'rinni Termiz tumanining Mumtoz jamoasi qo'lga kiritdi. Uchinchi o'rin esa Uzun tumanining Avloniy vorislari jamoasiga berildi. G'olib va sovrindorlar diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Tanlov davomida barcha jamoalar sahna madaniyati, aktyorlik mahorati va ijodiy yondashuv borasida yuqori natijalarni namoyish etishdi. 3 yildan buyon o'tkazib kelayotgan Turon maktab teatrini mana bugun Surxondaryo viloyati bosqichi bo'lib o'tyapti. 978 ta maktablardan 3000 ga yaqin jamoalar ishtirok etib, 25 mingga yaqin o'quvchi yoshlar qamrab olindi. Mana bugun Surxondaryo viloyati bosqichiga 15 ta tuman shaharlardan jamoalar ishtirok etyapti. Asosan tanlovni tashkil etishdan maqsad maktab o'quvchilari o'rtasida san'atga bo'lgan qiziqishini, madaniyatga bo'lgan qiziqishlarini oshirish. Bundan tashqari o'quvchilarning teatr san'atiga bo'lgan qiziqishlarini oshirishdan iborat bo'ladi. Mana bu tanlov orqali yoshlarimizni intellektual salohiyati, qiziqishlarini hamda iqtidorlarini namoyon qilib, ularni aniqlab olyapmiz biz. O'tgan yil misol 18 ming yoshlar qamrab olingan bo'lsa, mana bu yil 25 mingga yaqin yoshlar qamrab olinib, 978 ta maktabdan 3 mingga yaqin jamoalar ishtirok etib kelyapti. Endilikda tanlovning mutlaq g'olibi respublika bosqichida ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Bu esa yosh iste'dodlar uchun yanada katta sahna va yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Bir so'z bilan aytganda, Turon maktab teatri tanlovi yoshlarning nafaqat sahnadagi, balki hayotdagi o'rnini topishda muhim maktab vazifasini o'tamoqda.